Assalomu alaykum, Mega Savdo kanali obunachilari. Biz bugun tekinga yoki arzonga UC va nakurtkalarni o'rganamiz. Tekinga nakurtka olish, Instagramga nakurtka olishingiz mumkin, tekinga UC olishingiz mumkin. Xohlasangiz 15 ming, xohlasangiz 50 ming, xohlasangiz 100 ming. Shunchaki oddiygina bitta bot bor, Telegramda kiramiz. Xuddi mana shu botni Telegramdan qidirishinglar mumkin. Men bu bot bilan ancha-muncha ish qilib qo'yganman. Xo'p, biz ozgincha teparoqqa chiqamiz va bizaga start tugmasini bosishi chiqaradi. Start tugmasini bosamiz. Start tugmasini bosganimizdan so'ng bizaga help tugmasini chiqaradi. Mana internet ozgina nosoz. Help tugmasini ustiga bosganimizdan so'ng bizaga aynan bo'limlarni chiqarib qo'yadi. Mana bizga asosiy bo'lim, biz nakrutka yoki UC oladigan bo'lsak, xuddi shu narsani ustiga bosishimiz kerak. Teparoqda nakrutka bo'limi bor. Nakrutka bo'limini ustiga bosadigan bo'lsak, mana Instagram uchun nakrutka, Telegram uchun nakrutka, adminga bog'lanish yoki UC tekinga olish. Xo'p, tekin UC olmaymiz hozircha biz. Va biz Instagramda nakurtkalar narxini ko'rmoqchimiz. Bular ancha qimmat bo'ladi. Menda internet ishlamayotganida endi inobatga olgan holatda. Xo'p. Obunachilar 500 tasi 10 ming, 5000 tasi 45 ming ekan. Xo'p. Jo'natishlar 10 ming tasi 11 ming so'm. Oho, arzon. 20 mingta like 40 ming so'm. Prosmotr 50 ming tasi 30 ming so'm. Ancha arzonga prosmotr ham urishinglar mumkin. Ya'ni endi Telegramga o'tadigan bo'lsak. Telegramga o'tsak. Xo'p, Telegram obunachi 1 kasi 15 ming, 25 kasi 60 ming. Xo'p, prosmotr shunchaki 25 mingtasi 15 ming ekan. Bitta 1+1 aksiya ketayotgan ekan. 50 mingtasini 15 mingga to'g'rilab berishar ekan. Xo'p. Keyin esa reaksiya 100 tasi 5 ming so'm. Ancha arzon ekan. Va biz yana tepaga chiqamiz va bizaga admin bilan bog'lanish emas, hozircha tekin UC'da o'zingiz kirib xuddi shu Yammi botga kirib coin ishlashingiz mumkin va coinlarni UC'ga almashtirib olishingiz mumkin. Buni siz oddiy bajarasiz. Taxminan 3 kunda siz 60 UC olishingiz mumkin, lekin beyda tekinga beradi bot. Xo'p, men admin bo'limini yozyapman. Admin bo'limini yozganimdan so'ng menga javob beradi. Xo'p, adminga kirib, adminga aloqaga chiqadigan bo'lsak, shunchaki nimadirlarni yozamiz adminga, admin sразу javob beradi. Admin sразу javob bergandan so'ng hozir Nevash onlayn ekan. Hozircha kirmagan onlayn, bo'lmagan. Xo'p. Nevash dedimmi? Ha, mayli, ozgina shu tildagi lug'atni kommentariy yozish shart emas. Xo'p, adminga aloqaga chiqasiz. Adminga 15 ming so'm tashib berganingizdan so'ng va sizga admin nima qiladi? Promokod beradi. Siz bu promokodni siz bega yozadigan bo'lsangiz, shunchaki $4 rasmi bugungi shu 22-chisadagi nima edi? Promokod. Xuddi shu promokod bilan ishlaymiz va bizga xuddi shu so'zni tashlab beradi. Ko'rishingiz mumkin va bu so'zni biz ustiga bitta bosganimizda bam, bizga javob ham qaytarmaydi, hech narsa qaytarmaydi va bizga bor ochiq narsalar tekin bo'ladi. Shunchaki tepaga chiqamiz, tepaga chiqib biz screenshot qilib buni adminga biz tashlaydigan bo'lsak, admin buni ko'rib chiqadi, qancha kerakligini ayting deydi va qancha kerakligini shunchaki yozsangiz sizga albatta tashlab beradi. Mega Savdo kanaliga albatta obuna bo'lib qo'ying. Mega Savdo kanalining o'zi reklamasini tashlaydi.